Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Uy, xonadon, ishxona, tashkilot, biznes joylaringda patologiya bor. Xohlasang mana tunikafon go'zal qilib, high-tech dislam klassik liboy variantidan qilib berishadi. Undan tashqari trend bo'layotgan MDF patologlarini ham akalarda bir-biridan go'zal, har xil turlaridan naqshinkor dislam. Buni ham aka, hali modasi ko'pmi? High-tech desa high-tech. Fasollari ko'p. Ha? Fasollari ko'p. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Rahmat o'zingizdan. Xo'p, bu akamizda hozir bir ikkita ishlarni ko'rsatib beramiz. Birinchi xonadon. Nechta joyga boramiz hozir? 4 ta joyga boramiz. 4 ta xonadonga borib ko'rsatamiz. Qaysi biri ma'qul kelsa sizlarga aloqaga chiqaverasizlar. Video davomida narxidan tortib turlarigacha ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Buni nomi nima aka? Kengash yaqinroq ko'rsatib beringchi. Buning nomi MDF. Patolog. MDF patolog. Aha. Zo'r. Hozir sizga quruq joyni ko'rsatsa bo'ldi, reka-peka hammasini o'zingizdan qilib borib tugarasizmi? Jami hamma yo'g'i ichida bo'ladi. O'zini fasoniga qarab, Usti haqqi yo'q, materiali hammasi hamma ichida yo'q, lesa-pesa hamma yo'g'i ichida. Bo'ldi. Hop, mana uchoq aytishimiz kerak, taxminan narxini aytish kerak-da. Mana shu qanchadan bityapti? Mana shu 450 ming so'mdan bitgan. Kvadrati. Kvadrati. Hamma yo'g'i ichida. Joyiga qarab narx o'zgarib qolishi mumkin. Joyiga qarab. Ha, misol uchun, voha tarafidan chiqsa, sal qimmatroq bo'ladi. Sababi yo'l kira bordi. Mayda ishlaydigan ustalar ham uyidan, oilasidan uzoqda bo'ladi. Ular ham baribir har doimgina summaga ishlamaydi. O'sha hisoblaridan olib, picha narxi o'zgarib qolishi mumkin. Ammo juda go'zal chiqdi. Bu yoqni bitta ko'rsatib qo'ying. Keyin narxi xonadonga o'tib ketamiz. Xullas, neobычный, boshqacha, chiroyli chiqibdi aka. Rostdan zo'r chiqibdi. Bu o'zi ikkinchi marta qilyapmiz ishda bu akalar. Ha, ikkinchi marta qildik bu yerda. Qayerda zo'r chiqibdi aka. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Hozir narigi xonadonlarni ham bitta ko'rsatib beraylik. Yo'qsa nima deydi? Sizlarga ko'ngildagi fason bo'lsa, o'shani mana shu stansiyani ham qilib berishaver. Mana tunikafonlarimizni ham bitta ko'rsatib qo'yasiz. Oxirigacha ketgan. Tunikafon hamda MDF patologlar xizmati. Bo'ldi, uzr. MDF patologlar nafaqat tashqariga, ichkariga ham doddirkan. Qani ketdik. Aka gapi, bu nechta xil turi bor buni o'zi? Aka bir 50-60 turi bor. O, qaranglar. Go'zalmi? Maydagi kattaligini qaranglar, balandligini qaranglar. Material va xizmati hammasi ichida 350 mingdan 450 minggacha. 450 minggacha. Xo'p, ketdik. Mana bu xonada, mana bu xonani ham bitta ko'rsataylik. Mashiga bitta kalla suv borgacha. Ha, qarang. Odatiy patologlar jonga tekkan bo'lsa, boshqacharoq, neobычный xohlaganlar uchun marhamat, variant bu ham zo'r ekan. Bu akalarimizni qo'li gul ekan. Tunikafonni ham o'zlari qilib berishaverar ekan. Bitta xonadonda o'zida ham MDF patolog, ham tunikafon xizmatlari. Sveta muzika kolonkalari bilan qilib beramizmi aka? Mana shu holatida qilinadi. Qanchadan boshlanadi narxi? 130 ming so'mdan 180 minggacha bo'ladi. Tushunarli. Narxlarimiz. Buni fasoniga qarab narx o'zgaradi. Da. Zo'r akalar, ma'qul bo'lsa, yoqayotgan bo'lsa, aloqaga chiqinglar, ishga javob xudo xolasa. Javob ishga. Necha kunda bitadi, necha kunda qo'llaring tegadi? Hozir zakaz tushsa misol uchun. Hozir zakaz tushsa bir oy 15 kun u yoqda. Brigada bormi? Brigada bor. Bolalar. Bo'ldi. Brigada 2 ta komplet brigadamiz bor. Aha, aloqaga chiqaveradi. Ko'paytirib ham qo'yishadi. O'zbekiston bo'ylab. Zo'r. Yana bitta xonadonga keldik. Patolog sohasida hali bunaqa ko'p joyga bormadik bitta video uchun akalar. Bularning hammasi sizlar videodan ko'proq ma'lumot olib, maza qilishlaring uchun va albatta like bosishlaring uchun ham go'zallanadi. Bu tarafga ketdik. Bu qachondan beri moda bo'lib ketdi aka bu ish? Bu ish 2 yil, 3 yil bo'ldi moda bo'lganiga. O'zi trendga chiqdi. Trendga chiqdi. Qaranglar, bu juda ham ko'p aka hozir. U qo'shni, bu qo'shni narigi tarafga yonma-yon bo'lib ketyapti. Hozir yana bir joyga boramiz-a? Boramiz yana bir joyga. Xullas, zo'r yangilik ekan.
endi yaxshi tarafi rekasi-yu, materiali hammasi sizni bo'yingizda. Lesa, pesa hamma yo'g'i. Lesalari bilan, Lesalari bilan. mehnatlari bilan, Mehnat hamma yo'g'i. yotar joy bilan bir mahal ovqatmi, ikki Bir mahal? mahal ovqat. Qosalaring ikki mahal. 2 mahal ovqat. Qosa. Vodiyda o'sha qatnam ishlaydigan joyda bir mahal ovqatni stolga yorib qo'yibdi. Boshqacha chiqar ekan. Yaxshi tarafi o'sha uyni ichiga ham, tashqariga ham ketaveradi. Ketaveradi. Qarang, enini nechigacha qilib bera olasiz? Masalan, bitta yaxlit figurada. Razmer ketaveradi. Ketaveradi ekan. Ketaveradi. Chunki boyagi ikki qavatli uyni tepasi rosa katta joy ekan, bitta yaxlit katta doira qilib yuborishibdi. Go'zal. Hozir yana bittasiga boramiz, uni ham ko'ringlarchi. Menimcha, hali ham like bosmay o'tirganlar oxirgisida bosib yuborasizlar. Hozir ham bosmay turinglar, keyingisida bosib berasizlar. Navbatdagi xonadonga keldik. Bu yer ham xuddi shu MDF patolog bo'lgan. MDF patolog. Aka, necha kvadrat edi, qanchada bo'ldilar? Aka 130 kvadratida 9 kunda xudo xolasa tugatib chiqib ketdik bu xonadondan. 9 kunda polni patolog. Polni patolog. Montajlarigacha. Montajı hamma yo'g'i. Yuvanishi ham ajoyib ekan. Buni xohlagan rangga yoqib beramizmi? Buni xohlagan rangida, xohlagan turida, xohlagan fasonida qilib beramiz. Mana shu holatdagisini narxi 350 dan 450 gacha. Lampochkalar, montaj hammasi ketadi. Hammasi ichida. Montaji qaranglar. Mas bir 50-60 xil turi bor ekan. Bu ham navbatdagi tur.